ishg'ol ostidagi Sharqiy Turkistonda davomlashayotgan Uyg'ur erkak qirg'inchiligiga bo'lgan xalqaro jamoat fikrining kuchayishiga qarshi turish uchun tajovuzchi Xitoy davomli yangi teatrlarni sahnaga olib chiqmoqda. Xitoy doiralari xalqaro jamiyatning Sharqiy Turkistondagi yig'ilish lagerlari, vayron bo'lgan oilalar va ota-onasidan ayrilgan farzandlarga bo'lgan diqqatini burash uchun tashviqot filmlarda Uyg'ur bosh qiz ayollarni boshro'l qilib chiqarmoqda. Bo'libmi yaqindan buyon Uyg'ur yoshlarining naqsh etib o'ynayotgan, tamoq etayotgan ko'rinishlarini ko'p tarqitib, Uyg'urlar baxtli turmush kechirayotgandek bir manzara yaratmoqda. İşğalçı Xitoyning islomga qarshi urushi Sharqiy Turkistonda Xitoy kommunist hokimiyatining eng ko'p ziyonkashligiga uchragan kishilar ichida diniy olim va o'limalar oldingi o'rinda turadi. Ishg'oliyatning dastlabki mezgilida bo'lsin yoki yaqinqi yillarda bo'lsin, diniy o'limalar azaldan Xitoy kompartiyasining asosiy nishoni bo'lib kelgan. Uyg'ur kishilik huquq to'rining bir dokladida qaraganda 2014-yildan buyon minglagan diniy o'lima diniy o'qitish va yoki vaz-nasihat bilan shug'ullanganlik uchun qo'lga olingan. Egilinishcha ularning 57% 60 yoshdan yuqori ekan. Xitoyning Filippinning orqasi paraxotining Janubiy dengizdagi talash tortishdagi hadi tashda to'xtab qolishni rad qilishi jiddiy vaziyatni keltirib chiqardi. Xitoy bilan Filippinning dengiz qirg'og'i muhofazatchilari 2 Thomas Shoal deb atalgan talash tortishlik rayonlar orasida to'qnashib qoldi. Xitoy taraf Filippinning yemaklik, suv va yoqilg'i to'shgan paraxotiga yuqori besimli suv bilan hujum qildi. Filippin qurolli qismlari bayonotida mundaq dedi: Jungo paraxotining harakati aeroplandagi kishilarning bexatarligiga sal qaradi. Xitoy Yevropa ittifoqi bilan bo'lgan munosabatiga yangi harakatlantirgich kuch ato qilish uchun ikki taraf orasidagi tuzilma xarakterlik suhbatni kuchaytirishga chaqirdi. Xinhua agentligining xabariga qaraganda, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropa ittifoqining tashqi munosabat va bexatarlik siyosati yuqori vakili Josep Borrell bilan telefonlashgan. Suhbat jarayonida Wang ikki tarafning tuzilma suhbatini kuchaytirib, Xitoy bilan Yevropaning universal strategik sheriklik munosabatini taraqqiy qildirishga yangi harakatlantirgich kuch qo'shish kerakligini aytgan. Afg'oniston sanoat va savdo ministrligi Qozog'istonning poytaxti Ostonada Afg'oniston bilan Qozog'istonning xususiy tarmoqlar o'rtasida $100 million oshirgan savdo to'xtamlarining imzolanganligini e'lon qildi. Pokistonning Navabshoh atrofida bir yo'lovchilar poyezdi relsdan chiqib ketgan bo'lib, 30 odam qazo qilgan, 90 dan ortiq odam yaralangan. Pakistan temir yo'l ministri muxbirlarga Karachidan Rawalpindiga boradigan Hazara nomli yo'lovchilar poyezdining 10 vagonining Navabshoh atrofida relsdan chiqib ketganligini aytdi.